Onajonlar, agar farzandingiz ertalab yaxshi turib, ko'zlari yaxshi ochilib, kechga borib charchab qolganini, ya'ni ko'zini qovog'i tushib qolganini ko'rsanglar, bu o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Bu nevrologik jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Buni ko'pchilik ota-onalar farzandim erkalik qilyapti yoki vitamin yetishmasligidan bo'lsa kerak deb kutishadi. Lekin bu miasteniya kasalligining belgisi bo'lishi mumkin. Eng qiziq belgisi bola dam olgandan keyin, ya'ni uxlab turgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Charchagandan keyin yana kuchsizlanib qoladi yoki qovog'i tushib qoladi. Miasteniyaning faqat qovoq formasi bo'lishi mumkin va tarqoq formasi bo'lishi mumkin. Qovoq formasida faqat ko'zda muammo bo'ladi, tarqoq formasida esa butun badanda charchash kuzatiladi. Eng yomon belgisi, agar farzandingiz davolatmasdan shu holatda yuraveradigan bo'lsa, tarqoq formasida yutinish buzilishi va gapirishda buzilish kuzatiladi. Bu juda ham xatarli hisoblanadi. Shuning uchun befarq bo'lmasliklarini talab qilamiz. Miasteniya kasalligi aniqlansa, nevrologga murojaat qilib, davomiy tarzda davolansa, bu kasallikdan 100% xalos bo'lish mumkin.